Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. İnsan haqları gruplarının məlumatıga qaraganda, Xitoy 100 ming nafar o'qituvchi, siyosiy mahbusning yurak, jigar, börek va ko'z nefis pardasini hukumatning buyrug'i bilan sug'urib elib, organ atkazchiligi orqali sotgan. Xalqaro sayyoh tashkiloti doktorxona sonliq ma'lumotlarni savol-javobsiz qabul qilishga majbur bo'ldi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashining Xitoyning millionlarcha Uyg'ur va boshqa turkiy millat xalqiga dafsanchilik yurgizayotganligini ayblagandan keyin Xitoy yilda $1 million kirim qiladigan davlat qo'llagan organ yig'ib olish programmasining borligini g'azab bilan rad qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashining 9 xodimi bir yildan beri zakaz qilingan inson organlarini yig'ish badaliga qo'rqinchli darajada organ sug'urib olish qilmishi ustida tekshirish olib bordi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti inson haqlari mutaxassislari bugun Xitoyda tutqun qilingan Falun Gongchilar, Tibetlar, Uyg'urlar va boshqa musulmon va xristianlarni nishon qilgan organ sug'urib olish qilmishiga munosabatli dokladlardan qattiq cho'chidi. Dokladda mahbuslarning ruxsatini olmay, ultra ovoz to'lqini, rentgen nuri, qon tekshirish qatorliq tekshirishlarni olib boradiganligi, sug'urib ilingan a'zolarning yurak, jigar, börek, ko'z suzuk pardasi va jigar parchalari ekanligi xabar qilindi. Qo'rqinchli dokladda bemorlarni qo'g'dashga qasam bergan operatsiya, narkoz doktorlari va boshqa tibbiy xodimlar shuningdek, ommaviy tarmoqlardagi kasbiy xodimlardan tarkib topgan iqtidorli sog'lomlik mutaxassislarining bu ishga ishtirok qilganligi. Agar mahbuslar soqchilarga zich moslashmasa, dindan voz kechmasa, organlarini sug'urib olish va ya o'lim bilan tahdid qilinganligi qayd qilindi. Xitoy organ ko'chirish sistemasidagi qizil bayroqning biri organ olg'uvchilar belgilik vaqt va o'rinlarda operatsiya qilib organlarni ola oladi. Ammo boshqa davolash sistemalarida bu ishni qilg'ili bo'lmaydi. Chunki operatsiya doktorlari organ taqdim qiluvchining o'lishi yoki sog' qolishini oldin ola bilolmaydi. Dünya Sayyoh Tashkilotining organ ko'chirishdagi axloq o'lchimida o'lguchining a'zolari jiddiy bemorlarga ko'chiriladi. Aslida ko'chirish operatsiyasi uchun o'lguchi bilan a'zo qabul qiluvchining qon tipi, cho'ng kichikligining o'xshash bo'lishi shart qilinadi. Ham buning uchun bir necha yil vaqt talab qilinadi. Ammo mustaqil Xitoy sotining 2019-yildagi isbot anglash yig'inining bir qismi sifatida Xitoy doktorxonalarga qilingan maxfiy telefonlar o'ltirish buyrug'i ostida qanchalik tez operatsiya qilg'ili bo'lganligini isbotlab berdi. Xitoyning organ ko'chirishini oxirlashtirish xalqaro birlashmasining ijroiya direktori Soy Hogis doktorxonaning kirimi, karvatdan foydalanish nisbati, operatsiya atritining rasmiy sonliq ma'lumotlarini tekshirganda 60 mingdan 100 minggacha organ sug'urib olingan. Temir yo'l qurilishi Xitoyning ichki jihatda kontrol qilingan, tashqi jihatda ta'sir ko'rsatadigan muhim qurilish turi. U yana Tibetning Lhasa bilan Xitoyning har qaysi joylarini tutashtirdi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi natijasida Xitoy soatiga necha yuz mil yo'l yuralaydigan maglev yuk poyezd sistemasi yasayotdi. Shanxay atrofidagi suv osti yo'li kichik dengiz orollarga yetib boradi. Eng yangi temir yo'l sistemasi davlatning kontrolidagi matbuotlarda Xitoyning harbiy, sanoat, dehqonchilik va siyosiy jihatdagi qobiliyatini namoyon qiladi. Bayden hukumati o'zining ul asliya qurilishi qonun loyihasini buni hech xohlamaydigan qurultayda ma'qullashga tirishyapti. Xitoy injenerlarining bergan ma'lumotidan qaraganda, Taklimakan qumliqi temir yo'l aylanma liniyasining oxirgi bo'limi tamomlangan. Taklimakan qumliqi temir yo'li aylanmasi Beijingning strategik temir yo'l endisisiga mos keladigan bo'lib, Sharq Turkistonning janubiy bo'libmi Qashqar, Hindiston, Pokiston, Afg'oniston va Qirg'iziston bilan tutishadi. Xitoy bu temir yo'l qurilishi orqali nomrod rayonlarni yo'lash, nomrod rayonlarning iqtisodiyotini taraqqiy qildirishni maqsad qilganligini aytib, dunyoni aldaydi. Amaliyotda bu orqali dunyoni kontrol ostiga olishga tirishadi. Temir yo'l halqasi yana Tarim o'ymonligidagi Taklimakanning qum ostidagi 350 ming kvadrat mil keladigan Tarim havzasidagi neftni ishlatish uchun qo'llanildi. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, ishchilar Xotan Rujiang temir yo'lini tamomlagan. Bu ulanish 6-oydan boshlab bilet sotishga boshlaydigan bo'lib, butkul aylanma Germaniya cho'nligida va Sahroyi Kabirdan qolsalar dunyodagi ikkinchi cho'ng cho'l hisoblanadi.
Xitoy Yevropa ittifoqiga siyosiy, iqtisodiy, bexatarlik va texnik jihatda og'ir xiris elib keldi. Yevropa ittifoqi parlamenti 16 sentabr kuni Yevropa ittifoqi bilan Xitoy strategiyasi haqida 18 betlik bir qaror chiqardi. Qarorda Beijingning Yevropa ittifoqiga siyosiy, iqtisod, bexatarlik va texnik jihatda jiddiy raqobat va qiyinchiliklar elib kelganligini, dunyo tartibi uchun uzun muddatlik oqibat keltirib chiqaradiganligini hamda ko'p taraflamalik va yadroliq demokratik qimmat qarshiga og'ir tahdid elib keladiganligini, Xitoyning bir partiya tuzumi va marksizm-leninizm yo'lini tutganligiga pushaymon qiladiganligini, bu tuzumning shaxsiy erkinlik, so'z erkinligi va din erkinligi qatorliq demokratik qimmat qarashni cheklaydiganligini, shundaqla Hong Kong, Sharq Turkistondagi vahshiyliklarga mas'ul Xitoyning yuqori darajalik amaldorlariga qarata jazo yurgizish tavsiyalari o'tirg'a qo'yildi. Doklad Xitoyning kunsiri yashayotgan yer shari ta'siri, kishilik huquqqa buzg'unchilik qilish qilmishiga qarshi turish uchun hamkorlik o'rnatish va Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishga texmo moslashishga chaqirdi. Yevropa parlamenti yana Yevropa ittifoqining tashqi siyosat tarmoqlarini texmo unumli va o'lchamlik kishilik huquq dialogi izlashga chaqirdi. Bundan boshqa Yevropa ittifoqi bir balvoq bir yo'l tashabbusini Xitoydan kelgan tahdid deb qaraydi. Yevropa ittifoqi G7 rahbarlarining Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishining o'rniga texmo yaxshi dunyo barpo qilish tashabbusini taraqqiy qildirish kelishimini qarshi oladi. Bu qaror Amerikaning Angliya va Avstraliya bilan yangi ittifoq qurganligini jakarlagandan keyin e'lon qilindi. Ulug' bo'lish uchun hech kimga iltifot qilma, hech kimni aldatma. Vataning uchun nimani qilish talab va maqsad qilinsa yoki nimani nishon qilish zarur bo'lsa, shu maqsad, shu nishonni bo'ylab olg'a ilgirla. Har kim sana qarshi chiqishi, yo'lingdan qaytarishga urinishi, oldinga tugamas qutluqashinglarni chiqarishi mumkin. Sen buningga qarshi tiran. O'zingni cho'ng bilma. Balki qurolsiz his qilib, hech kimdan yordam kelmaydiganligiga ishonib, o'tusalg'ularni yang. Bundan keyin seni ulug' bilganlarga qarab kul, deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil olish uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.